Hammaga assalomu alaykum. Demak, Surxondaryoda, Sarasuvda yana ikkita направленияda biznes boshlab ko'ryapmiz. Qanday bo'ladi? Birinchisi bu Fresh Bar. Logotipimiz mana. O'zini qisib turibdi. Xonim Fresh. Xullas bu yerda chotki kokteyllar tayyorlanadi. Biz parkni tanladik. Bu yerda tabiati вообще мощный. Xullas bitta направление shu bo'lyapti. Почти hamma narsa tayyor, texnikalari kelish kerak, produkt olib kirishimiz kerak. Keyin polniy tepasi, atroflari parda bo'ladi, chiroyli joy bo'ladi. Bu birinchisi edi. Ikkinchi biznes направлениямыз esa mana bu. Stol-stullar bugun kelyapti. Ichiga polniy elektrichество qilinyapti. Bu yerga ziloniy zona qilamiz. Tepasiga klimat kontrol, svetlar, xullas food truck. Hali kechasi yong'anni ko'rsataman. Ismi, nomi Xon kabob bo'lyapti. Milliy fast food. Qanaqa fast food bo'ladi? Keyinchalik ko'rsataman, tushuntiraman. Bu polni yasadik buni. Noldan boshlab yasadik. Bahonani o'zingizlar berasizlar. Baribir xonim logotipi ham tushadi bu yerga. Ichi bo'lyapti mana polnisi. Ichida polni santexnika, hamma narsalarni qilamiz. Shunaqa. Endi bir narsa aytmoqchiman. Kimga agar ish kerak bo'lsa, kim eplasa, birinchi biznes bu fast food yo'nalishida, ikkinchi biznes fresh. Ish kerak bo'lsa, biz ochiqmiz, kelinglar. Bizga assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bizga professionallar kerak, o'z ishini ustalari. Normalniy pul to'laymiz, faqat ishini zo'r qilib bersa. Joy просто bomba. Bu Uzunda joylashgan, Uzunni parki. Kim agar Uzunda yashasa, fast food yo'nalishida tushunsa yoki u kokteyl-pakteyllar tushunsa, aloqaga chiqinglar, pastga telefon raqamimni yozib qo'yaman. Bu videoni esa ish qidirib yurgan do'stinglarga tashab qo'yinglar. Shunaqa, yana ikkita направленияda xudo xolsa biznes boshladik. Hammasi xudodan, ko'ramiz qanday bo'ladi.